Agar siz ishonchli va kuchli suv nasoslarini qidirayotgan bo'lsangiz, Ubay-Tuz nasoslari aynan siz qidirayotgan nasoslar. Videomizni oxirigacha kuzatib boring. Bu safargi videomizni boshqacha obzor qilib beramiz. Bu nasosimiz Ubay brendiga tegishli, oddiy xalq tili bilan aytganda cho'chqa nasoslari deyiladi, ya'ni sentrobejniy nasos. O'zbek tilida aytganda markazdan qochma kuchga ega nasoslari deyiladi. Bu apparatimizni yer tagidan suv tortib, balandlikka bemalol davleniya bilan chiqarib berish uchun foydalaniladi. Ko'rib turganingizdek, instrumentimiz ixcham ko'rinishga ega, korpuslari chugunli metall bilan qoplangan, obmotkalari mis obmotkali. Apparatimiz sifati zo'r. Buni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 1.1 kilovatli apparat bo'ladi. Обороты 3000 оборот. Bu apparatimizni chuqurligi 10-11 metrgacha bo'lgan chuqurlikdan suv bemalol tortib beradi. Chiqishi bo'lsa 102 metrgacha davleniya bilan suv chiqarib beradi. Ko'rganingizdek, bu apparatimiz davleniyasi zo'r. Keyin ko'rishingiz mumkin, apparatimizning kirish-chiqish razmerlari 25 mm hisoblanadi. Bu apparatni qo'yasizlar, ulaysizlar. Bu men boltli joyini yechib turib, buni ichiga suv to'ldirib yoqsanglar bo'ldi. Sizlarga 10, uzog'i 11 metrgacha bo'lgan masofadan suvni davleniya bilan tortib chiqarib beradi. Keyin bu apparatimizda eng asosiysi nagruzka bo'lgan paytda yoki zamikaniya bo'lsa, tok orqali muammo bo'ladigan bo'lsa, apparat o'zini o'zi o'chiradi. O'chirgandan keyin bu yerda maxsus knopkasi bor, ko'rib turishingiz mumkin. Bu knopkani bosib, shu knopka yordamida qaytadan yana ishga tushirib foydalanishingiz mumkin. Bu apparatimizning sifati zo'r. Yer tagidan suv tortishga yoki yerdagi qanaqadir bachoklardan suv tortib ishlatishga ustalarimizga tavsiya qilamiz. Bu apparatimizning garantiyalari bor. Bu apparatdan kimga-kim kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani Ubay-Tuz mobil ilolamizdan xarid qilishingiz mumkin. Agar sizlarga qilayotgan videolarimiz ozgina bo'lsa ham manfaat berayotgan bo'lsa, videoga like bosing va bizani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingizni tavsiya qilamiz. Rahmat, kattakon.